20-xutbalarda Nahjul Balog'a kitoblarida juda chiroyli bir xutbalari bo'lgan. Juda kam xutba, ammo g'aflat haqida gapirilgan. G'aflat hamma biladi nimadi? G'aflat bu shunday narsaki, inson kelajakda u g'aflat bo'lgan ishdan keyin pushaymonlik keltiradi, afsuslanishlik keltiradi. Dunyoga berilib ketishlik deganda ham hadis rivoyatlarda nafaqat dunyo, balki oxiratdan g'aflatda qolganlarga aytiladi. Dunyoga berilmasa ham, ammo oxiratdan g'aflatda qolishi mumkin. Kelinglar mana shu xutbalarni men sizlarga izohlab beray. Hazrat Ali alayhissalomning Nahjul Balog'a kitoblarida hammalaringiz ogohsizlar, bu matonatlik, balog'atlik, fasohatlik, juda o'tkir adabiyotda ishlangan gaplarini Shayx Razi yig'adi bitta kitobi. Ali alayhissalomning gaplari juda ko'p. Boshqa kitoblarda bu, boshqa tarixiy va hadisiy kitoblarda keltirilgan. Ammo Nahjul Balog'a kitobida olimimiz maxsus juda o'tkir, hech kim nobig'aga ega bo'lgan so'zlar va kalomlarni yig'ib, xutba, xatlar va chiroyli o'g'itlar, kalomlarni yig'ib beradi va bitta kitob jildida qo'yadi. O'shalardan xutba qilgan joylarni bir qismini aytib o'tmoqchiman. Bu voqea albatta juda uzun voqeaga asoslanib aytilgan, ammo xutbani o'zi. Fa innakum law qad a'yantum ma qad a'yana man mata minkum. Xutbada Hazrat Ali alayhissalom aytadilarki, bu birinchi bo'ynaki so'zlarda ki qanchalik agar sizlar o'lgan insonlarni, mayitlarni, fa innakum, agarda sizlar law qad a'yantum, agarda ko'rganlaringizda edi, agar sizlar ko'rganlaringizda edi, ma qad a'yana, u o'lgan amvot, marhum va marhumalaringiz ko'rayotgan narsalarni, man mata minkum, minkum degani o'zlaringizdan. Masalan, dadam dunyodan o'tgan, bobom, buvim, har kim bo'lsa ham va umuman olganda agar inson o'lgan insonlarni o'lganidan keyingi ko'rayotgan holatlarni sizlar ko'rganlaringizda edi. Ali alayhissalom bu kalomlar bilan aytmoqchilarki, sizlar hozir dunyodan o'tgan insonni ko'rayotgan narsasini ko'rganlaringizda edi, nima bo'laydi yo Ali alayhissalom? La jazi'tum va wahiltum. Jaza arab tilida juda chiroyli so'z. Jaza sabr qilishligi qarshisi. Mana inson sabr toqatli qiladi, matonat bilan o'tiradi. Ammo bexudlik qilib o'zidan ketgan holatini besabrlik deb aytadilar. Arablarda jaza deyiladi. Imom Husayn alayhissalomni azolarida bitta va bitta shu holda jaza ruxsat berilgan. Qolgan hech qanday ruxsat berilmagan. Nimada u jaza? Arablar har xil yo'llar bilan jaza qilishi mumkin. Boshiga uradi, yuziga uradi, yaxasini yirtadi, bexudlik qiladi, dod dedi, navha qiladi. Buni arablar jaza dedi. Va Ali alayhissalom aytibdilar, agar sen yoki sizlar o'lgan amvotlaringizni ko'rganlaringizda edi, la jazi'tum va wahiltum. Shu darajada jaza qiladingiz, beobro'lik qiladingiz va qo'rqaydingizki, u qo'rqishga chekli yo'q edi. Qattiq g'azablanib qo'rqish holatiga aytiladi. Va wahiltum, jaza bilan birgalikda qo'rqishi Hazrat Ali alayhissalom qofiya bilan olib kelibdilar. Inson sabrsizlik bilan qo'rqadiki, endi ko'zlaringizni olib ketiringlar. Qattiq bir qo'rqinchli narsani ko'rganingizda dod deb sabrsizlik qilib qo'rqgan holatda qochasiz. Ana shu holatda Hazrat Ali alayhissalom aytibdi. Va sami'tum va ata'tum. Ana shu holni qilgan holatlaringizda qilaydingiz, keyin esa sami'tum, ko'rib ishtaydingiz, itoat qilaydingiz, gaplarni bajaraydingiz. Kimni sami'tum qilaydingiz? Atroflaringizdagi avliyolarni, atrofdagi imomlarni, mullalarni, har kimiki bo'lsa, sizlarni to'g'ri yo'lga boshlab, oxirat haqida gapirgan insonlarni ishtaydingiz dedilar.
quloq solaydiz va ata'tum, keyin esa itoat qilaydiz. Hammalaringiz bu dunyoda hujjat bitgan deb aytadilar. Agar sizlar u o'lgan insonlari holini ko'rganlaringizda edi, bu dunyoda hech qachon itoatsizlik qilmaydingiz. Hech qachon sizlar bu dunyoda eshitmaslikka urmaydingiz o'zlaringizni. Va hamma vaqt imom nima degan bo'lsa, Alloh nima buyurgan bo'lsa, itoat qilib kelaydiz. Bu narsani haqida juda chiroyli izohlar bor. Oyatulloh Makorim Shiroziyni izohlari Nahjul Balog'ada aytadilarki, Ali alayhissalom bu qismda juda go'zal bir narsani aytadilar. Va u ham inson agar o'lganidan keyingi vahshati ko'rsa edi, ularni ko'rgan haqiqatini agar inson his qilganda edi, ular yoqda nimani ko'rishi mumkin? Qanaqa haqiqatni ko'rishi mumkin u dunyoda? U dunyoda shunaqa haqiqatni ko'rishi mumkinki, ular jazo qiladi, besabrlik qiladilar, qattiq qo'rqadilar. Nima bo'lishi mumkin? Ba'zi rivoyatlardan natija olinadiki, Hazrati Ali alayhissalom bu masalani hatto juma kuni bay'at qilganlardan keyin, ya'ni 4-xalifa tanlanganlardan keyin, albatta u ham majburiy holatda bo'ladi. O'zlari istamadilar. Ammo ba'zi bir insonlarni qondirish uchun Hazrati Ali alayhissalom rozi bo'ladilar. Shu holda aytganlar. Odamlari yig'ib, g'aflatda qolib ketgan, juda ham tubanlikda qolgan xalqqa aytadilar. Kosh, sizlar ko'rganlaringizdek edi bu narsani. Agar shunaqa qilganlaringizda edi, hech qachon bu dunyoda sizlar itoatsizlik qilmaydingiz va sizlarga buyurgan payg'ambar bizni aytganlarini, Xudoning buyruqlarini sami'tu, eshitdingiz ham, itoat ham qiladingiz. Va Hazrat Ali alayhissalom juda chiroyli gaplarni keyingi holatda aytadilar. Walakin mahjubun ankum ma qad a'yanu. Sizlarga u hijob bo'lgan. Xudoyim taolo shunaqa chiroyli qilganki, bizlar uchun bu dunyoda ba'zi bir gunohlari oqibatini hijob qilgan. Hijob nima deb bilasizlarmi? To'sqinlik. Biza ko'rinmiz. Mana hozir men g'iybat qildim. G'iybat rivoyatlarda musulmon insoni go'shini yeyishlik aytilgan. Men hozir g'iybat qildimmi? Meni ko'zim ko'rmadi go'shini yotganligimni. Bu hijob. Ali alayhissalom aytibdilarki, "Walakin mahjubun." Lekin bu masala sizlar uchun yopiq ankum. Ma qad a'yanu. Sizlar ular ko'rgan narsasini ko'ra olmaysizlar. Bu Xudoning sizlarga bo'lgan muhabbati va mehribonligidir. Agar inson qilgan gunohlarini darhol ko'rgan holatda qanchalik zararli, qanchalik yomonligini ko'rsa va qilgan savobini qanchalik foyda va zo'rligini ko'rib bajarsa agar, Alloh taoloni bu dunyodagi sinov holati buziladi. Sinov bo'lmay qoladi. Va Hazrati Ali alayhissalom aytganlaridek, bu hijobi nima uchun Xudoyim taolo qo'ygan? Oyatulloh Makorim Shiroziy tafsirlarda juda chiroyli tushuntirib beradilar. Aytadilarki, bu hijob albattaki bo'lishi shart. Nima uchun? Chunki inson bu dunyoga nima uchun kelgan? Ibodat qilish uchun kelgan. O'zini muhabbatini ko'rsatish uchun kelgan. O'zini itoatkorligini Alloh Rabbisiga ko'rsatish uchun kelgan. Agarda mana Xudoyim taolo buyurgan savoblari ko'rinsa, bu Xudoyim taolo man etgan harom gunohlarni jazosi darhol kelayotgan bo'lsa, meni qo'lim yopiq bo'ladi. Hech qanaqa itoat qilmagan bo'laman. Men qo'rqgan bo'laman. Xuddiki yosh bacha reaksiya beradi, qo'li kuygan paytida darvoda qo'lini oladi va hech qachon alova yopishmadi. Bu alova yopishmasligi sizni aytganingizni qilganligi uchun bo'lmadi. To'g'rimi? Ey farzandim, bu alov o'ynashma, qo'ling kuyadi deganingizni quloq solmadi u. U qo'li kuygani uchun qaytib teginmadi. Alloh taolo bizga dedi, ey bandam, bu sen uchun harom dedi. Biza u haromi quloq solgan holatda itoat qilib bajarsak savobi beriladi. Agarda mana Xudoyim taolo bu harom dedi va men u haroma yo'liqqan paytimda xuddi alov kuydirgandek haromi ta'siri ko'rsatilsa, men itoat qilmagan bo'laman. Men qo'rqgan bo'laman. Va u qo'rqish
effekti bilan men itoat qilmagan bo'laman, ibodat qilmagan bo'laman. Men robotda yashayman. Va to'g'ri, bu savol tug'ilishi mumkinki, agar shunday bo'layotgan bo'lsa nima qilamiz? Nima bo'ladi? Xudoyim taolo Qur'oni Karimda Hazrati Ali alayhisalom bu gaplarga juda chiroyli oyat aytgan. Adashmasam An'om surasi 8-oyatda nima deb marhamat qiladi? Alloh taolo Bismillahirrohmanirrohim. Walau anzalna malakan laqudiyal amr. Agar men bir malakni yuborganimda edi payg'ambar bilan birgalikda, shunda nima bo'ladi? Laqudiyal amru thumma la yunzarun. Amrlaringiz tamom bo'ladi. Ishlaringiz bitadi. Nobud bo'laydingiz. Laqudiyal amr, ya'ni sizlari vazifalaringiz tugaydi. Tamom bo'laydingiz, halok bo'laydingiz. Nima uchun? Sharh beriladi. Ali alayhisalom aytadilarki, agar Alloh taolo bizlara harom qilgan narsani bajarsak, jazosini ko'rsatmagan va qiyomat kuniga saqlagan bu Xudoning rahmati. Nima uchun? Chunki bizlarda imkon bor, qilgan xatomizni darrov kechirim so'rab, hech bo'lmaganda bahona yuzasida Xudodan avf so'rashlik. Xudoyo, men o'sha paytda shahvatimga berildim. Xudoyo, men o'sha paytda nafsimga berildim. Meni avf et, kechir meni. Falon duo, falon namozlari o'qib. Ammo Qur'oni Karimda aytgandek, agar men payg'ambar bilan farishtalari yuborganimda edi, sizlarga hujjati bitkarganimda edi. Buni voqeasini sizlarga men aytaman. Payg'ambar kelib, men Xudoning elchisiman deganda, odamlar yig'ilishib dediki, sen qidan bilayliksan elchiliging haqiqatan. Sen bizga o'xshagan bir insonkisan dedi. Agar sen rost gapirayotgan bo'lsang, Xudo bizlarni to'g'ri yo'lga boshlamoqchi bo'lsa, ayt Xudoya bir farishta yuborsin, bir qanaqadir ajib g'arib bizlar toifamizdan bo'lmagan bir qanaqa bir maxluqni yuborsinki biza ishonaylik dedi. Alloh taolo keyinchida shu oyatni nozil qiladiki, ey inson, ey banda, agar men payg'ambarim bilan birgalikda bir farishtani yoki biron qanaqa hujjatni yuborganimda edi, keyin esa sizlar undan keyin ham bosh tortib, undan keyin ham amrlarni bajarmasalaringiz, ana unda sizlarga laqudiyal amr bo'ladi. Sizlarni halok qilaman. Darhol o'sha payt o'zida azob nozil qiladi Xudoyim taolo va nobud qiladi. Nima uchun rahmatan lil alamin dedilar payg'ambarimiz? Chunki payg'ambarimiz zamonlarida, mana bizlar payg'ambar ummatlarda azob nozil bo'lmaydi. Azobi Alloh taolo olib tayladi bizlarni payg'ambar ummatidan. Hamma payg'ambarlarda har kimki itoat qilmadi, hujjati bitdi, har narsa qildi, azob nozil qildi Xudoyim taolo. Yoki g'ayril mag'zublardan qildi, g'azab qilingan xalq deb atadi. Solih payg'ambar, Hud payg'ambar va Nuh payg'ambar hammasiga Xudoyim taolo azob nozil qildi. Payg'ambarimiz rahmatan lil alamin bo'ldi. Vaqt berdi. Bandalaring adashsa vaqt beraman dedi. Biza esa Xudoyo debizki, yo Xudoyo, ko'rsat, agar rost bo'layotgan bo'lsa, bu xato bo'layotgan bo'lsa, azob nozil qil deb aytamiz. Xuddi yosh bacha tushunmagandek. Va Hazrat Ali alayhisalom aytadilarki, sizlar mana shunlaringizda nima bor? Hijob bor. Sizlar bu hijobdan ko'rmisizlar haqiqati. Haqiqati ko'rmasligingiz sizlar itoatlaringizni sifatini oshiradi. Men buni qanchalik vahshiy va yomonligini bilmay to'xtab saqlanaman, men ajr mukofot olaman. Va agar biz haqiqatni ko'rsak, bu dunyoda saqlansak, unda biz majbur bo'lamiz bu saqlanishlara va robotdan hech farqimiz qolmay qoladi. Ali alayhissalomda keyin aytadilarki, o'ylamanglar, bu sizlarga qanaqadir vaqtinchalik narsa. Va qaribun ma yutrahul hijab. Yaqin qoldi bu hijoblar ko'tarilishligi. Qarib, ya'ni yaqin qoldi bu hijob ko'tarilishligi. Bu hijob ko'tarilgandan keyin sizlar haqiqatni ko'rasizlar, ammo afsuslanasizlar. Makorim Shirozi aytadilarki, Hazrat Ali alayhisalom aytibdilar, hijobi ko'rganlaringizda jazo qilasizlar. Aslida nimadan, nima sabab shunday bo'lishi mumkin? Nimani u amvotlar, u marhum marhumalar ko'radiki, ular besabrlik qiladi? Ikkita narsa, eng muhim narsa. Diqqat qilinglar. Ikkita nimadi?
ikkita narsani ko'rishi mumkin. Bir, qanchalik qilgan gunohlari zarar va oqibati yomonligini ko'radi. Qanchalik qilgan kinalari, hasadgu, baxilliklari, zararlari va harom qilingan narsalari bajargandan qanchalik uni mujozoti, jazosi og'irligini ko'rib, jazo qiladilar, qo'rqadilar qattiq holatda. Va ikkinchi narsa, qanchalik qilmagan narsalarga taassuf, osif, pushaymonlik qildi. Kosh qilaydim shuni. Kosh hechmasa 5 so'mgina berib shu kambag'alga yordam qilaydim. Kosh men faloncha Xudoning amri, namozini, ro'zasini to'liq bajo keltiraydim. Koshki o'sha paytda vaqtim bor edi, Qur'on o'qiydim. Koshki o'sha paytda vaqtim bor edi, ayajonimni xizmatlarini qilaydim. Koshki o'sha paytda vaqtim bor edi, dadamni g'azablantirmaydim. Koshki o'sha paytda falon ishi qilaydim deb afsuslanish. Ana shu ikkita holat bizlar qattiq u dunyoda tanbeh beriladi. Ammo afsus, u dunyoda na uni tuzatish imkoni bo'ladi, na tavba qilish bo'ladi. Ya'ni na yoqda namoz o'qib uni joyini to'ldirib bo'ladi, na qilgan va bajargan harom ishlaringizdan tavba qilib bo'ladi. Hech narsa qilib bo'lmaydi. Tamom. Ekzamen baytida hech narsa qilib bo'lmaydi. Qittigina o'qib keyin savollarga javob beray degan dunyoda hali bunaqa ekzamen yo'qdi. To'g'rimi? Oxiratdan ham xuddi shunday. Alloh taolo aytadi, "O'llaymi?" Tamom, to'xtadi hamma narsa. Hech imkon topa olmaysan. Va Hazrat Ali alayhisalom aytadilar, "Bu hijob bu dunyoda sizlar ko'ra olmaysizlar. Ammo imkon bormi ko'rish?" Bor. Kuchli ibodat qilinglar. Boshda aytib o'tganimdek, lazzat olishni o'rganinglar ibodatdan, sizlar ko'rasizlar uni. Imom Sodiq alayhissalomning ollariga bir sahoba keladi, ko'chadan o'tib ketayotganlarda, "Yabna Rasululloh" dedi. "Men dedi bir narsani sizdan so'rasam maylimi? Sizlarni Alloh taolo yutahhirakum tathhira qildi. Sizlarni rijsdan, gunohdan pok qildi. Sizlarda imkon bormi gunoh qilishlikka? Ahli bayt gunoh qila oladimi yo'qmi? Bir savol, to'g'rimi? Ahli bayt gunoh qila oladimi yo'qmi deb savol beradi. Imom Sodiq alayhisalom aytadilar, albatta, bizlarda u imkoniyat bor dedilar. Ya'ni uni olinmagan, qulflanmagan u gunoh qilish ixtiyori. Ammo biz u gunohni nafaqat qilmaymiz, balki o'ylanmiz ham u gunoh haqida dedilar. Keyin qo'llari bilan ko'rsatadilar, o'sha paytlarda porini yig'ib, har xil ehtiyojlarda xalq ishlatadi. Hozir ham ba'zi bir qishloqlarda poridan foydalanadilar. Pori qurish uchun o'sha maxsus o'zini devorini tagiga porilari terib qo'yadi. Nam porilari. Quritadilar, keyin o'tin sifatida, pashsha haydash sifatida, har sifatda ishlatsa bo'ladi. Va ko'pincha u paytlarda arablar devorga shuvagan pori issiqlik saqladi. Sovuqlardan va boynaki temperaturani saqlashdan ishlatilgan. Boynaki to'da porini ko'rsatadilar va aytadilarki, "Ey faloncha" dedilar. Diqqat qilinglar. Biron marta xayoliga keldimi mana shu porini ta'mini ko'rishlik? Biron marta xayoliga keldimi shu porini yeb ko'rishlik dedilar. Ya buna Rasululloh, men umuman xayolma kelgan emas u narsa, bu axlatki bu dedi. Imom Sodiq alayhisalom aytdilar, xuddi shunday. Nima, sen ya bilmaysanmi dedilar. Ya bilaman, ya'ni qodirman buni ish qilishga. Hech kim olma olmadi. Ammo men bu narsadan shunchalik nafratlanamanki, hatto xayolim ham kelmadi bu narsani. Ya buna Rasululloh dedi. Imom Sodiq alayhisalom aytdilar, ko'rdingmi dedilar. Bizlardan ham gunoh qilish ixtiyori bor. Ammo biz bu gunoh va Xudoning ma'siyatidan shunchalik nafratlanamizki, hatto fikrlashga ham bormaymiz. Alloh taolo ular ana shunday yaratgan. Ular bizlarga o'rnak. Biz ham agar Alloh taoloning itoatini lazzat bilan bajarsak, Xudo bizlarga ham inoyat qiladi shu narsani. Xudo bizlarga ham beradi ana o'sha nafratni. Shu darajada nafratli bo'ladiki, Xudoning hukmiga qarshi chiqishlik bizlara tasavvurimizga ham ega bo'lmay qoladi. Va qaribun ma yutrahul hijab. Bu hijoblar sizlarga yaqin qoldi, ya'ni sizlar ham ulasizlar.
Sizlar ham bu dunyoni tark qilasizlar. Bu hijoblar sizlardan ham olinadi. Ammo u paytda nima qilgan bo'lasizlar? Walaqad busirtum in absartum. Endi bida Hazrat Ali alayhisalom ikkinchi stadiyada debdilarki, walaqad busirtum. Haqiqatni sizlarga ko'rsatadi. Basirat, ya'ni bu ko'rish ma'noni anglatadi, ammo ichki ma'naviyat holatini ko'rishlik. Sizlarda o'sha haqiqat ochiladi va o'sha haqiqatni ko'rasizlar. Lekin sizlar ko'rmadingiz bu dunyoda. Haqiqat bu dunyoda oshkor edi. Ko'rsatdim. Alloh taolo bizlarga bu dunyoda haqiqatni ko'p ko'rsatadi. Dunyo yaralashiga qaribiz. Tabiatga qaribiz. Oddiy bitta dengiz va tog'a qarasak, Xudoning buyukligini ko'ramiz. Va Ali alayhisalom aytibdilarki, busirtum, Alloh taolo sizlarga ko'rsatdi o'sha haqiqatni. In absartum, agarda ko'rsangiz uni. Ya'ni hujjat bitgan sizlarga Xudoni tanishlik. Va usmi'tum in sami'tum. Sizlarga eshittirdi u haqiqatni. Aytdimi, minbarda namoz o'qi dedimi, eshitdingmi? Ha. Aytdimi, g'iybat qilma deb? Ha. Aytdimi, o'g'irlik qilma deb? Ha. Aytdimi, yaxshi ishlari qil, sadaqa chiqar, ihsonlik qil, ota-onangni hurmat qil dedimi? Dedi. Har ikki taraflama usmi'tum, ya'ni sizlarga u narsani eshittirdi Xudoim taolo. In sami'tum, agar eshitgan bo'lsangiz, agar bu narsadan foydalansangiz. Hujjat bitdi. Va hudiytum in ihtadaytum. Agar hidoyat topayotganlardan bo'lsangiz, albatta hidoyat topasizlar. Ya'ni Hazrat Ali alayhisalom aytibdilarki, bu hijob aslida olingan. Faqat sizlar quloq solishingiz kerak, ko'rishingiz kerak va hidoyat topishingiz kerak. Qalb bilan qabul qilishingiz kerak. Hijob ochilgan, ammo afsuslar o'zingiz xohlamayapsizlar ko'rishi. O'zingiz istamayapsizlar ko'rishi. Va haqqin aqulu lakum. Men sizlarga haqiqatni aytaman. Rostini aytaman. Va bihaqqi aqulu lakum. Laqad jahartukumul ibar. Bu dunyoda Alloh taolo sizlarga qancha ibratlarni yaratib bergan. Ko'ringlar, boqinglar, hammangiz kundan kun o'tasizlar deb hatto Qur'on oyatlarida ham keltirilgan. Juda ham chiroyli Qur'on. Sizlar har safar bitta boyi, bitta kambag'ali, bitta bilinman mazori yo bitta qolib ketgan xaroba imoratlari ko'rasizlar. Lekin o'zingizga ibrat olmaysizlarmi? Qani ular? Qani u egalar? Qani u man degan podsholar va man degan gunohkor o'zini kibr bilan, boyligi bilan erishaman degan insonlar? Hammasi qabrda yotibdi. Ibratlar bu dunyoda juda ham ko'p. Qur'on oyasi aytadi, Xudoim taolo juda chiroyli marhamat qiladi. Va innakum latamurruna. Sizlar, Qur'on aytadi, bu Qur'on. Sizlar har safar tamurruna, o'tasizlar, yurib ketasizlar alayhim mushibina. Ya'ni bo'ynaki har kun ertalab, ya'ni shu ma'nodaki har kun ko'zlaringizni ochganlaringizdan kunlaringizni ko'rasizlarki, ertalablardan tamurruna qilasizlar, o'tib ketasizlar. Va billayl, va oqshomlari ham ko'rasizlar. Kunduzi yo oqshom degan ma'noda. Nimani ko'rasizlar? Qanaqa imoratlar, qanaqa insonlar, qanday holatlarga ega bo'lganini. Bugun bu boy ekan, 3 kundan keyin ishtobsiz kambag'al bo'libdi. Bugun bu kambag'al ekan, 4 kundan keyin ishtobsiz boy bo'libdi. Hayoti saboqlarini ko'rib ibrat olib kelyapsizlar. Bular hammasi ko'rinibdi. Afala taqilun, shuna aql yurg'izmisizlarmi? Afala taqilun degani aql yurg'izish kerak. Bu masalalarni o'ylab ko'rish kerak. Va bular hammasi ibratli narsalar. Va zujirtum bima fihi muzdajarun. Va ma yuballighu anilloh ba'da rusulis samaa ilal bashar. Va Hazrat Ali alayhisalom bu so'zlar bilan aytadilar, hammasi hujjat bitilgan va hammasini biz ko'rib yuribmiz, faqat ibrat olishimiz kerak. Allohim hamma bizga inshaalloh inoyat qilgan bo'lsin bu ibrat olib va to'g'ri yo'lda yurishligini. Imom Husayn shafoatlarini barchamizga Xudo nasib aylagan bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.